Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Men Qoraboy Ilhom Turdiyevich, Surxondaryo viloyati Termiz tumanida yashayman. Ushbu murojaatimni Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga hamda Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovga yo'llayman. Ushbu murojaatimning qisqacha mazmuni: menga nisbatan 27-may 2020-yil jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudining hukmi chiqarilgan. Ushbu hukmga asosan Jinoyat kodeksi 167-modda 1-qismi, 228-modda 1 va 3-qismlari bilan ayb e'lon qilinib, 1 yil 6 oy 59-modda tartibida 1 yil 6 oy muddatga moddiy va mansabdorlik davlat tashkilotlarida moddiy va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil axloq tuzatish jazosi tayinlangan. Ushbu ayblov bo'yicha menga qo'yilgan ayblov 2 ga bo'linadi. Birinchi qismiga to'xtalib o'tsak, birinchi qismida 31 dekabr 2018-yilda menga nisbatan Termiz tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat protsessual kodeksi 84-moddasiga asosan 4 ta soxta kvitansiya bo'yicha 2.230.030 so'mni o'zlashtirganlik aybi qo'yilgan, lekin ushbu kvitansiya to'lovlarining 1 so'mini ham men tomonidan umuman zarar qoplamaganman. Qolaversa, ushbu ayblovdagi Suvonov, Allaberdiyev hamda Namozov va Xudoyqulovlarning ushbu tushuntirish xatlari tergovchi Termiz tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aliboy Bobur tomonidan soxtalashtirilganligi ma'lum bo'ldi. Endi ayblovning 2-qismiga to'xtaladigan bo'lsak, Termiz tuman prokuraturasining talabnomasiga asosan yo'l harakat xavfsizligi Termiz tuman bo'limining jarima summalarining haqiqatan o'sha yo'l harakat xavfsizligining g'aznachilikdagi hisob raqamiga o'tgan yoki o'tmaganligi to'g'risida taftish ishlari olib borilgan. Ushbu taftish ishlari bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Ushbu dalolatnoma 2020-yil 12-fevralda Termiz tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Ushbu taftish dalolatnomasiga asosan menga nisbatan 14.244.530 so'm kamomad aniqlangan. Ushbu kamomad bo'yicha mening umuman ushbu kamomadga aloqam yo'qligini mana shu taftish dalolatnomasidan bilsa bo'ladi. Ushbu taftish dalolatnomasida Baratova, Artiqova hamda Musulmonovalarning ism familiyalari bor. Mening ism familiyam yo'q. Qolaversa, ushbu taftish dalolatnomasi yo'l harakati qoida buzarliklarini qayd etish ma'lumotlar bazasi orqali har bitta yo'l harakat ma'muriy bayonnomalar sanasi, seriyasi va nomerlari bo'yicha yo'l harakat qoida buzarligini qayd etish ma'lumotlar bazasi bilan tekshirilmasdan asossiz ravishda noto'g'ri taftish dalolatnomasi rasmiylashtirilganiga yaqqol asos mana 2025-yilda 6-yanvardagi Surxondaryo viloyat departamentining ma'lumotnomasi asos bo'ladi. Shu sababli men bir necha marotaba Oliy sud rais o'rinbosari Alisher Usmonovga murojaat qilishimga qaramasdan, Alisher Usmonov meni murojaatlarimni e'tiborsiz qoldirishdi. Yuqoridagilarni inobatga olib, hurmatli Baxtiyor Islomov hamda Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov mening murojaatlarimni qonuniy o'rganib chiqib, menga nisbatan oqlov hukmi chiqarishda amaliy yordam berishingizni, qolaversa taftish dalolatnomasi noto'g'ri rasmiylashtirilganligi uchun Jinoyat protsessual kodeksi 187-modda 9-qismi 2-bandiga asosan qayta taftish to'g'risida ajrim chiqarishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Shuning bilan bugungi murojaatimni yakunlayman. Xayr, salomat bo'lingizlar.